3.200 ming qarzdorligiga ta'minlash yo'li bilan o'chiriladi. Debitor qarzdorlik va noqonuniy ravishda ulangan xonadonlar bo'yicha tadbir uyushtiryapti. Toshkent shahar suv ta'minoti Bektemir tumani Sohil mahalla va Navqiron ko'chasidamiz. Bu xonadonlar ichimlik suviga noqonuniy ravishda ulanganligi sababli xonadon tarmog'idan uzildi. Namlixol ko'chasi 17-xonadon. Ichimlik suvidan 1.805 ming so'm qarzdorligi to'lanmaganligi uchun tarmoqdan o'chirilyapti. 26-xonadonga kelganda qarzdorlik bo'yicha 12 million qarzdorlik bo'lgani uchun suv yopildi. Har oy 15-kechgasida to'lab berishimiz xodimimga tegmayapti. Iqtidor mahallasi Yangiobod ichimlik suvidan 4 million 600 qarzdorlik sabab suv tarmog'idan o'chirilyapti.